Yetib qoldim hozir bitta gapni eshitib. Biz yerda bir oy oldin bitta ayolga pul yig'dik, istoriyasini qo'ydim. Pulga muhtoj ekan, shu mazasi yo'q ekan, kimning imkoniyati bo'lsa tashlab beringlar deb. Qanchadir miqdorda pul yig'ilgan ekan, hozir lichkam yozyapti. Pulni o'zingizlar qaytarib oldinglarmi? U buni menga yozyapti. Tushunmadim, nima deyapsiz desam. Короче, meni nomimdan kimdir telefon qilgan ekan. Men ham pul tashlamoqchiman, tashlolmayapman, kodini beringlar deb. Pulni polностью yashirib qancha tushgan bo'lsa sug'urib olgan ekan. Hozir menga yozyapti shu narsani, endi o'qib qoldim. Qaysi onangni skeydi bolasi, amna uyinamiga samolyot kirib ketgan onangni skey valada zinoni bolasi. Mana kimdir mana shu kasal bo'lib turib, pulga muhtoj bo'lgan odam ayol kishini mana shunaqa qilib pulini o'g'irlab oldi ekan, erkak bo'lgan. Nomingga qo'tag'imni bolasi, yonnayni sizga men ko'rib turgan pulni olgan.